Do'stlar, kafedra bilan tanishdik. Keling endi sizlarni bugungi qahramonimiz, kafedra mudirimiz, dotsent Ro'zmetov Ulug'bek Avazmatovich bilan tanishtiraman. Ularni hikoyalarini eshitamiz, bosib o'tgan yo'llarini ko'rishga harakat qilamiz, birgalikda eshitamiz. Undan tashqari men videoni boshlamasdan oldin ustoz haqida bir ikki og'zim yaxshi gap aytishni joiz deb bildim. Ustozni meni hayratlantirgan jihatlari juda ko'p bo'lgan. Bu inson juda favqulodda disiplinani yaxshi ko'radigan va o'sha disiplinaga amal qiladigan, maktab ko'rgan inson sifatida juda hurmatim baland ustozga. Juda katta ustozlarning, akademiklarning shogirdlari bo'lganlar, ularni maktabini ko'rganlar va o'zini hayotida ham bu narsalarni tatbiq qilib keladilar. Bizga ham o'rgatishda davom qilishadi. O'zi alohida talabalarning ichida ham Ro'zmetov desa yoki O'xta desa, 5-etaj desa, Medinstitutda, Urganchda, Besinlarda bo'lsin, talabalarning ichida ham katta mas'uliyat, katta qo'rquv bilan kirib chiqishadi bu yerga. Zero juda ham tartib, intizom kuchli, juda ham trебование, ya'ni talab kuchli bu yerda talabalarga nisbatan. Va shuning uchun bu insonni maktabini, bu insonni o'sha filtr vazifasini bajarayotgan bir insonda bu inson. Hozirda talabalar mana shunaqa insonlarni ko'rib, mana shu insonlarni ta'limini olmasa, ularning talablariga javob bera olmasa, ertaga shaxsiy hayotida ham, ish hayotida ham ancha qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ustozimiz haqida qancha gaplasak, qancha yaxshi gaplarni gaplasak oz, qancha hislatlarini eslasak oz, chunki juda ham ko'p fazilatlarga ega. Ertalab 7:30-7:50 o'zi kafedrada bo'ladi har kun. Bu disiplinani qarang, har kun. Bizdan oldin keladi, biz uyalamiz kech qolishga va uyalib biz undan ham erta kelishga harakat qilamiz. Ko'ryapsizmi, mana maktab qanday shakllanadi. Albatta, yaxshi shifokor yetishtirish uchun, yaxshi shifokor bo'lish uchun albattaki bu fazilatlar kerak. Bu sifatlarga ega bo'lmasdan turib, yaxshi shifokor bo'lish mumkin emas. Mana shu narsalarni biz nazarda tutgan holatda pedagogikada yoki tibbiyot xodimlarini yetishtirishda bu narsalarga, mana shu kriteriyalarga ahamiyat qaratamiz va bu narsani hozirgi bugungi qahramonimiz Ro'zmetov Ulug'bek Avazmatovichdan o'rganganmiz. O'sha insonni maktablarida ta'lim olishda hozirgi bugungacha biz shogirdlari sifatida ta'lim olishda davom qilyapmiz. Keling, ustozni ham suhbatini olaylik sizlar bilan birgalikda. Ustoz, uzr, sizni ham bezovta qildik. Men ko'p aytaman, tanish-bilishlarimga ustozimdan ko'p narsa o'rganganman deyman. Katta ko'pchilik qiziqadi baribir, qanaqa inson ekan, sizni shaxsiy hayotingizga, biografiyangizga. O'sha uchun sizni suhbatingizni olish uchun keldik. Ustoz, siz adashmasam ota-onangiz ham med ekan, ustoz? To'g'ri, Shifokorova. Endi shu Ro'zbek, men o'zi asli Xorazm viloyati Yangiariq tumanida 55-yilda shifokorlar oilasida ikkinchi farzand bo'lib tug'ilganman. Otamiz rahmatli Ro'zmetov Avazmat aka Samarqandda o'qiganlar, oyim bilan Vafayeva o'g'iljon, u kishi ham aksher ginekolog edi, dadamiz xirurg edilar. 52-58-yilda Samarqand meditsina institutini bitkazib, kelib Xorazmda shu Yangiariq tumanida o'zini tug'ilib o'sgan joyida ishlashgan va o'sha yerda Xorazm tibbiyotini, xususan o'sha Yangiariq tibbiyotini ko'tarishga juda ham katta hissa qo'shganlar. Dadamiz bir 30 yillar mobaynida o'sha administratsiyada ishlaganlar, glavvrach o'g'li, zavedish o'g'li, o'zi asli kasblari xirurg. Onamiz ko'p yillar mobaynida Yangiariq tumanini tug'ruqxonasini boshqarganlar. Ko'p yillar biz endi oilada 5 ta farzand edik. Katta opam Sanobar Ro'zmetova, u kishi ham tashmini bitkazib shu Yangiariqda raddomda ko'p yillar ishladi. Onamizdan keyin ham ishladilar. Undan keyingi singlim rahmatli bo'lib ketdi. Undan keyingi singlimiz ham doktor, u ham
Yangilikda ishlaganlar Samara Ro'zmetova u ham rahmatli bo'lib ketdilar. Undan keyingi singlimiz Feruza Ro'zmetova bizni mana kardiologiya markazimizda, viloyat kardiologiya markazimizda ko'p yillar davomida kardiolog bo'lib ishladilar. Zavediy olib keyin hozir mana bizni Media institutda ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida assistent bo'lib ishlayaptilar. Va mana yangi qurilgan mana kardiologiya markazida hozir o'sha yerda kardiolog bo'lib ishlayaptilar. Kichkina singlimiz ham doktor edi, u kishi ham rahmatli bo'lib ketgan. Endi u Andijonga turmushga chiqib, nasibasi o'sha yerda ekan, ishlab shu yerda. Ana shu bizni bu oilamiz. Ayolim Vafoyeva Zulfiya, u kishi ham Tashmini bitkazgan. Mendan 1 yil keyin o'qigan, 73-79-yilda o'qigan. Ko'p yillar mobaynida birgalikda Toshkentda birga ishladik. Hozir nafaqadalar. 3 ta farzandim bor. Katta qizim Ro'zmetova Zebinisa, u ham o'zimizni mana filialni bosh qoldirg'ichlaridan bitkazgan. O'qidi, ordinatura o'tdi, oblastnoy roddomda ishladi, hozir mana shahar roddomida ishlayapti. Undan keyingi o'g'limiz ichki ishlar xodimi. Ko'p yillar mana viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishladi. O'sha qildi. Hozir nafaqada mana bizni Yangiariq tumanida Temurbeklar maktabida yoshlarga dars beryapti. Undan kichkina o'g'limiz Jasurbek, u Toshkentda oilasi bilan birgalikda iqtisodchi, ham texnolog, o'sha yerda ishlayapti hozir. Bankada nabiralarimiz 9 ta nabiramiz bor. Katta o'g'limiz, katta qizimizdan 3 ta, o'g'limizdan 4 ta, keyingisidan mana 2 ta. Nabiralarning ichida mediklar bormi? Bor. Nabiralarning ichida katta o'g'limni katta qizi u stomatolog bitkazdi institutda. Hozir Yangiariq tumani stomatologiya poliklinikasida stomatolog vrach bo'lib ishlayapti. Undan keyingisi doktor emas, u ingliz tilichi. Mana 3-nabiramiz shu o'g'limdan bo'lgan, mana Buxoro stomatologiya Media institutida 3-kursda o'qiyapti. Xullas barmoq bilan sanasa ustoz, biroz odam barmoqlar yetmaydi, bir odam barmoqlar yetmaydi. Endi Ferozbek biza yoshlikdan o'sha tibbiyot xodimlarini, ota-onamiz tibbiyot xodimi bo'lgandan keyin o'sha sharoitda katta bo'lganmiz-da. O'sha onamizni yoshligida bolnitsasiga borganmiz, boshqa qilganmiz, uyda o'sha tibbiyot kitoblarini ichida katta bo'lganmiz. Ham uyimizga aksariyat o'sha tibbiyot xodimlari kelib boshqa qilardi. Biz borardik, yoshligimizda olib ketardi onalarimiz ishxonaga zaruriyat bo'lganda. O'sha sharoitda katta bo'lib, hammamiz oilamiz bilan birgalikda o'sha ota-onamiz kasbini egallab kelganmiz. Ustoz, endi Toshkentda Toshmida o'qigansiz. Nechinchi yilda kirgansiz? Men Toshmiga 72-yilda maktabni bitkazgandan keyin borib Toshkent meditsina institutining davolash fakultetiga kirganman. 78-yilda davolash fakultetini bitkazib, o'sha yerda internatura o'tish uchun Toshmida qolganman. Jumladan mana vazirlikning klinik bolnitsasida, hozir u shoshilinch tibbiyot markazi deb aytiladi. O'sha yerda internatura o'tganman, keyinchalik ordinator bo'lib ishlaganmiz. Va shuni jarayonida keyin mana akademik Aripov, Kutam Aripovich ustozlarimizdan bittasi, bularni bu kishini qo'lida kafedrasida, fakultet xirurgiya kafedrasida ilmiy xodim bo'lib laboratoriyada ishlaganmiz. U paytda u laboratoriya PNIL deyiladi, ya'ni to'qimalarning nomunosibligini yengish, ya'ni xirurgiya bo'limida ilm bilan shug'ullanganmiz va bir vaqtning o'zida o'sha bolnitsada xirurg bo'lib ishlaganmiz. O'ktam Arifovich akademiyami domla? Bu endi bu ustozimiz ulug' inson. Bu Aripov O'ktam Aripovich, bu inson O'zbekistonning tibbiyotida o'zini yo'lini, izini qoldirib,
o'zini maktabini yaratgan inson. Xirurg, akademik, Samarqand media institutini bitkazganlar, o'sha yerda ishlaganlar, prorektor darajasiga yetib, dekan bo'lib, boshqa qilib keyin Toshkentga, ya'ni vazirlikka, vazirning birinchi muavini bo'lib o'sha yerga kelganlar. Keyin 71-yilda bu inson o'sha ishlab turgan vazifasidan Tashmini rektor qilib o'tkazilgan. Ko'p ishlarni qilganlar. Ilm, fan yo'nalishida juda ham ko'p shogirdlarni chiqarganlar. Shu jumladan bizlar ham shu kishini qo'lida ishlaganmiz ko'p yillar. Buni endi shogirdlarni hisobga sanab chiqadigan bo'lsangiz, buni va qilgan ishi akademik darajasiga yetgan inson juda ham bir bilimli, ilmli, vazmin tashkilotchi inson edilar. Farzandlari ham, o'zi ham hozir mana qizi Tamara Uktonlar Toshkentda immunologiya institutida ishlayaptilar, akademik. Aripova Tamara Uktonlar, qizi ham professor Nazira, mana shular. Keyin bu kishini qo'lida 87-yilgacha ishladik. Undan keyin Shavkat Ibragimovich Karimovni nimasiga o'tdik, yangi Tashmiga, fakultet xirurgiya kafedrasiga va bir vaqtni o'zida o'sha yerda ilm fanni ham davom ettirdik. Va bu kishining qo'lida Shavkat Ibragimovich ham akademik. Shavkat Ibragimovich endi ustozimiz, bu inson akademik, doktor nauk, professor, juda ham bir yuksak darajadagi olim, kafedra mudiri bo'lib ishlayaptilar 30 yildan ko'p. Shuni nimasida 91-93-yillarda vazirning birinchi muavini, sog'liqni saqlash vazirining, keyin bir 10 yil, 15 yil davomida O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri bo'lib ishlaganlar. Undan keyin Tashmi ajralishi munosabati bilan ikinchi Tashmining rektori bo'lib ishladilar 13-14 yil. Shu bu insonni endi ilm fanda qilgan ishlari, bundan ko'p narsa o'rganganmiz, shogirdlarini endi sanasak unga vaqt yetmaydi hozir. Endi men shu insonlarni shogirdi bo'lganimdan o'zim ham g'ururlanaman. Ustoz Shavkat Ibragimovich Xorazmga kelganda birga kutib olgandik. Juda sizni hurmat qilib, yaxshi ko'radigan shogirdlaridan ekansiz. Yonida yurib, nima qilgan ekansiz? O'sha haqida ham ozgina gapirib bering. Endi Shavkat Ibragimovich bu bizlarga sizga alohida muhabbati bor ekanda, nafaqat tibbiyot yo'nalishida ustozlik qilganlar, bular hayotda ham ustozlik qilganlar. Endi yaqin insonimiz edi. Endi aytadiki, ustoz otangday ulug' deydi. To'g'ri, endi ota juda ham ulug' inson, lekin ustoz ham shu ota darajasiga yetadi. Shuning uchun biz bu insonni juda ham hurmat qilamiz. Bu inson ham endi bizani shogird deb yaxshi hurmat qiladilar. Hozir ham mana 83 yoshga kiryaptilar. Hali ham mana Toshkentda Tashmida neyro sasudisti markazining rahbarilar hozir ham mana tomirlarda operatsiya qiladilar. Juda ham yuksak xirurg, jumladan shu tomir yo'nalishida juda ham katta ishlar qilyaptilar. Juda ham energishli odam, sog'lom. Endi bu odamdan ko'p narsa o'rganganmiz. Shu bugungacha ham o'rganib kelamiz. Xorazmga mana vazir paytlarida ham, rektor paytlarida ham ko'p kelganlar. Ko'p kelib o'zini qimmatli maslahatlarini berib qolaversa, mana hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan, shu kishi bilan boshchiligida mana shu binoni ham shu darajaga yetkazgan insonlardan birisi. Mana Shavkat Miromonovich kelib o'zlari ko'rib, shu binoni rekonstruksiya qilib, mana shu paytda xabarlaringiz bor. Filialimiz ham bir ozgina yopilib ketdi, 1-2 yil fakultet bo'lib universitet qoshida. Keyinchalik shu inson prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich o'zlari qaytadan bizlarga qaytib berib, bu yerda mana Xorazm yoshlari o'zlari mustaqil institut qilishlari kerak, shu yerda ishlashlari kerak deb
mana shuncha sharoitlarni yaratib berib qo'yibdilar. Shundan beri ham biz mana bir 8-9 yillardan beri shu yangi binoda ishlayapmiz. Biz g'ururlanamiz bu bilan. Ustoz, mana filialimiz mustaqil institutga aylandi. Bu videomizni, bu suhbatimizni asl ma'nosi ham, asl o'zagi ham o'sha bitta kichkina filialni mustaqil bo'lish darajasiga, mustaqil institut bo'lib yetilishigacha bo'lgan bosqichda siz kabi fidoyi insonlarning mehnati katta. İlk bor bu yerga Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialiga 93-yil kelgansiz. 93-yil endi prezident farmoniga asosan Xorazm viloyatida Toshkent tibbiyot akademiyasini filial tashkil qilinsin deb farmon chiqqan. Shuni asosida hurmatli ustozimiz mana Ravshan aka, Davletov, Madrim akamlar va shunga o'xshagan xorazmlik Toshkentda yurgan insonlar, bu yerda esa mana o'sha paytda ishlagan Marks aka, viloyat hokimlari birgalikda mana shu nimani tashkil qilganlar institutni. Shu institutni tashkil qilishda ham 92-yilda Muhtam Aripovich kelganlar. Toshkentdan представитель bo'lib, Shavkat Ibragimovich vazir bo'lganlar o paytda. Biz endi o'sha paytda Ravshan Davlatovich borib bizlarga qani Xorazmlik yigitlar, qizlar, qani yuringlar, endi yurtimizda bir filial tashkil qilamiz, yordam beringlar deb bizni hammamizni aksariyat Toshkent, Samarqand, boshqa joyda ishlab yurgan xorazmlik o'g'il qizlarni bu yoqqa chaqirib, olib kelib, shu kishi bilan birgalikda ko'p yillar ishladik. Shu yerda 93-yilda men kelgan bo'lsam, ayolim bilan birgalikda, qizim bu paytda talaba edi, 3-kurs, uni ham bu yoqqa o'tkazganmiz. 94-yil 1-aprelda kafedra mudiri bo'lib tayinlandim. O'qitov kafedrasiga. Mana bu endi o'shandan beri mana hozir 31 yildan beri shu kafedrada ishlab kelyapmiz. Endi shu ish jarayonimizda ancha yigitlar bilan ishladik, ustozlar bilan ishladik. Mana Ravshan akam, rektorimiz, undan keyin mana Madrim akamlar, rahmatli bo'lib ketdi, yaxshi inson edi. Rajab akalar, Saurjon akalar ishladi. Keyin Baxtiyor aka Do'stjonov mana gigiyena kafedrasida, Ivadlo Qo'chqarovich kelganlar biz bilan, Ivadlo Klichev, mana Qodir akalar fiziologiyadagi bizlar bilan birgalikda ish boshlaganlar shu yerda. Juda ham ko'p yaxshi professor, o'qituvchilar kelib shu filialni tashkil qilinishida o'zini hissasini qo'shgan yigitlar, bularning ko'plari hozir ham ishlayapti. Mana endi ish jarayonida Baxtiyor aka Do'stjonov mana institutimiz universitetga qo'shilib ketgandan keyin, fakultet bo'lib, uni ajratib olingandan keyin bu yerga mana Baxtiyor Do'stjonov, Baxtiyor Allah bergan ustozimiz rektor bo'lib kelganlar. Shuni qo'lida ishladik, ko'p yillar birgalikda ko'p narsa o'rgandik hayotiy tajribasidan, boshqasidan Xorazmda. Bu keyin shu kishini qo'lida bir 10 yil o'quv bo'limini ham boshqardik, yonida yurib ishladik, ko'p narsa o'rgandik. Ustoz, endi shogirdlaringiz masalasida ham gaplashdik. Juda ham ko'p sizda zo'r shogirdlar chiqqan. Bizlarning institutimizda ham Ro'zmetov desa yoki Ro'zmetov kafedrasi desa hamma boshqacha qaraydi-da. Endi shogirdlar to'g'risida Feruzbek gaplaydigan bo'lsak, 93-yilda kelgan bo'lsak, bu yerga shu 32 yil mobaynida endi qo'ldan kelguncha shogird ham tayyorlaganmiz. Mana ko'plari hozir ishlayapti. Shulardan endi kafedrada boya ham aytdim, ketayotib Baxtiyor aka ishlardilar. Bu inson ham juda ham yuksak bilimga ega professor inson edilar. Shu anatomiya kafedrasini Ravshan Davlatovich bilan birgalikda kelib, o'zi Toshkentli bo'lishiga qaramasdan oilasi boshqa narsasini shu yerda qoldirib kelib, shu bizning Xorazm filiali uchun
qancha ishlarni qilganlar, kelgandan keyin prorektor bo'lib ishlaganlar, keyin dekan bo'lib ishladilar, anatomiya, gistologiya fanini tashkil qilganlar va shu fanning yuksak bilimdoni edilar. Men 94-yilda shu kafedrani Baxtiyor aka Buxoroga ketdilar. O'sha yoqqa prorektor bo'lib Buxoro milliy institutini, keyin kafedrani 94-yildan kafedra mudiri bo'lgan bo'lsam, anatomiya, o'qta kafedralar va gistologiya bilan birgalikda endi shu paytda anatomiya kafedrasida Hidoyatovni qo'lida ishlagan mana Rashidbek Ro'ziboyev, o'zlarimizni Rashidovich bilan hozir 10 yillardan oshiq bo'ldi bizni institutda rektor bo'lib ishlab kelyaptilar. Keyin G'ulomjon Xudoyberganov, mana bu kishi ham hozir kandidat nauk, okulist, o'zimizni kafedramizda dotsent bo'lib ishlayapti. Undan keyin Egambergan aka Allamov hozir endi tibbiyot, amaliy tibbiyotga o'tib ketganlar, anatomiyada ishladi. Mana endi bu Alloh Sharafat Aminovna, mana kandidat nauk, dotsent, hozir dekan bo'lib ishlayaptilar pediatriya fakultetida. Endi mana bularni to'xtaydigan bo'lsak, mana Rashid Yusupovich assistent bo'lib ishladilar, undan keyin kandidatskiy qildilar. Keyin Kiyevda 7-8 yil mobaynida yurib, o'sha yerda doktoranturada o'qib, ukrain tilida o'sha paytda himoya qilib doktorskiysini, keyin qaytib keldilar yana qaytadan bizlarga. Qaytib kelib kafedramizda ishladilar, keyin Muhammad Shifokori kafedrasida professor bo'lib ishladilar, keyin dekan bo'ldilar davolash fakultetiga. Shu bilan keyin mana 10 yildan ortiq bo'ldiki, bizning institutimizning mana rektori bo'lib ishlab kelyaptilar. Ko'p yaxshi ishlarni qildilar shu jarayonda. Mana mehnat qilib kelyaptilar. Endi operativ xirurgiya va topografik anatomiya fanida o'sha paytda mana Kuryazov Akbar Quronboyevich 94-yilda bizning kafedraga kelgan. Undan tashqari mana Polvon Nazir Yo'ldoshev, Rozmetov, Narimon, bular o'sha paytda o'qta kafedrasiga uchalasi ham bir vaqtning o'zida assistent bo'lib kelgan. O'zimizning davrimizda endi iltimos qilib olib kelganmiz. Shulardan mana Akbar Quronboyevich to'xtaydigan bo'lsak, bu o'zi mutaxassisligi stomatolog, institutni ham yaxshi bitkazgan, bilimli, ilmli yigit. Assistent bo'lib ishladi. Keyin kandidatskiysini himoya qildi. Mana keyin bu yerda administratsiyada ishladi, ichki nazoratda, keyin ko'p yillar pediatriya fakultetiga dekan bo'lib ishladi. Mana yaqinda Buxoroda doktorlik dissertatsiyasini yoqlab keldi va bir ancha vaqtdan beri shu institutimizda stomatologiya kafedrasini boshqarib kelyapti. Undan keyin mana Polvon Nazir Yo'ldoshev to'xtaydigan bo'lsak, bu Polvon Nazir ham bizda yaxshi ishladi, ilmli, bilimli, tartibli yigit. Kandidatskiy qildi. Keyin Shoshilinch tibbiyot institutida, bolnitsasida ishladi. Undan keyin ichki ishlar gospitalini boshqardi ko'p yillar mobaynida. Mana keyin kelib hozir bizda xirurgiya kafedrasining mudiri bo'lib ishlayapti. Mana doktorskiy dissertatsiyasi ham uni yaqinlashib qoldi. Men o'ylaymanki, yaqinda bu doktor nauk bo'ladi. Endi Narimona to'xtaydigan bo'lsak, Narimon hozir tibbiyotda, amaliy tibbiyotga o'tib ketdi. Shoshilinch tibbiyot bolnitsasida ishlayapti, travmatolog bo'lib. Endi anatomiya kafedrasida yana assistent bo'lib ishlagan bizada ayolimizdan Sharafat Aminovna. Bu ayol bizada o'sha Hidoyatovning davridan assistent bo'lib ishlagan. Menga anatomiya kafedrasini qabul qilganimda assistent edi. Assistentchilik jarayonida juda ham yaxshi mutaxassis, yaxshi maktab ko'rgan. Shu jarayonda oilasi 2-3 bolasi bo'lishiga qaramasdan nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Dotsent unvonini oldi. Yaxshi anatom. Hozirgi kungacha ham mana anatomiya kafedrasining mudiri. Jumladan bir mana necha yillardan beri
pediatriya fakultetini dekani bo'lib ishlab kelyapti. Judayam ilmli, bilimli, bir tartibli, namunali ayol desak bo'ladi bu ayolni. Mana qizi o'qidi, bu yil mana bitkazdi institutni. Kichkina qizi o'qiyapti, o'g'li mana Polvon Nazir o'qiyapti. Judayam bir tartibli, ilmli bola, kelajagi yaxshi yigitlardan. Sharofat Aminni mana sog'lik salomatlik tilayman. Hali buyinacha ustoz deb hurmat qiladi, hammasi ham Sharofat bo'lsa ham. Hozircha mana uni leksiyalarini aytib, boshqalarini aytib talabalar ham ahmoq deydi, bizlar ham shu Sharofata mana boshqalarga o'xshagan shogirdlarimiz borligidan o'rg'lanib yuramiz. Endi yana aytadigan bo'lsak, mana Masharipov Otovoy Alimovich. Bu yigit endi men kafedra mudiri paytimda keldi, bizga ishga ishladi. Oldin amaliy tibbiyotda ishlagan, assistent bo'lib ishladi anatomiyada. Keyin shu jarayonda nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi, dotsent unvonini oldi. Keyin o yillar mobaynida mana davolash fakultetini dekani bo'lib ishladi. Hozir mana hamshiralar va tibbiyot xodimlarining malaka oshirishi fakultetini dekani bo'lib ishlayapti. Hozirgi kungacha ham pediatriya yo'nalishi bo'yicha mana pediatriya kafedrasida dotsent. Bundan tashqari endi bizga keyinchalik patanatomiya kafedrasi qo'shildi. Kafedramiz kengayib, bunda biz o'sha kafedrani katta o'qituvchilardan mana Yo'ldoshev Bahrom Sabirjanich. Endi ko'p yillar birga ishladik. Do'stimiz, shogirdimiz Bahramboy bir Samarqand Media institutini bitkazgan va 92-yilda ayoli Firuza Xudoyqulova bilan birgalikda kelgan Xorazmga va o'sha patanatomiya kafedrasini tashkillashtirgan. Firuzaxon bo'lsa esa u terapiya kafedrasida ishladi. Ko'p yillar hozir ham ishlab kelyapti. Mana yaqinda nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi, dotsent. Juda ham ilmli, bilimli ayol. Aytadigan bo'lsak, Bahramboy endi ko'p yil ishladi institutda. Juda ham ishlasa ham yaxshi ishladi. Har tomonlama tashkiliy ishlarda ham ana kandidatsiya qildi. Undan keyin ko'p yillar amaliyotda ishladi. Mana sud tibbiyot markazini bir 10-15 yillar mobaynida boshqardi. Patanatomiya markazini boshqardi. Keyin kelib mana o'zimizda ko'p yillardan beri kafedra tashkil qilib, kafedrani boshqarib, bir vaqtni o'zida institutimizda o'quv ishlari bo'yicha zam direktor bo'lib ishladi ko'p yillar mobaynida. Doktorskiy qildi. Endi hozir mana Ma'mun universitetida prorektor bo'lib ishlayapti. Endi Firuzbek shogirdlarning soni anchagina, masalan, o'qitganlarimiz bor, qo'limizda ishlaganlari bor, ustoz deb bizni tan olib berganlar bor. Mana bir 30-32 yildan beri yoshlarni o'qitib, shu jarayonda mana 30 yildan oshdi institutimizdan tashkil bo'lganiga ko'p odamlarni masalan o'qitganmiz, boshqa qilganmiz, qo'limizdan kelgancha o'rgatganmiz. Shularning ko'plari hozir shogirdlarimiz, o'qitgan talabalar, nomzod, doktor Navov ishlab, mana Xorazm tibbiyotida o'zini nomiga erishgan odamlar juda ham ko'p. Endi bularni aytadigan bo'lsak, endi bir yarim aytilmagan qolgan bo'lsa, xafa olmasin. Juda ham ko'p shogirdlarimiz endi hozirgi kunda bizning kafedramiz klinik anatomiya kafedrasi, klinik anatomiya va gistologiya kafedrasi. Biz ikki fanni o'rgatamiz yigitlarga. Bizning kafedramiz oldin o'qta deyilardi, operativ xirurgiya va topografik anatomiya deyiladi. Endi hozir buning nomi o'zgarib 4-5 yildan beri klinik anatomiya deyiladi va gistologiya kafedrasi deyiladi. Endi bizlarga 1-kursdan 3-kursgacha keladi. 1-2 kurs gistologiya o'qitamiz, 3-4-kursda top anatomiya fanini o'tamiz. Endi bu kafedramizning hozirgi
nimasiga to'xtaydigan bo'lsak, mana bizni kafedramizda mana nomzodlik yoqlaganlar, mana Obod O'rinboyevich hozir mana dotsent, shu kafedraning o'quv ishlari bo'yicha mas'ul. Undan keyin mana Go'zal Ibragimovna, bu qizimiz ham juda ham yaxshi gistolog edi, tashkilotchi qiz edi. Bu qizimiz bizda ko'p yillar ishladi. Hozir mana umuman shifokori kafedrasida ishlayapti. Dotsent bo'lib, kandidat nauk, kandidatskiy yoqladi. Shogirdimiz ham qizimiz. Bundan tashqari yana bizda mana Mehribon Aliyevna ishladi, kandidatskiy yoqladi. Endi o'zini kasbi sud tibbiyotchi bo'lgani uchun hozir mana sud tibbiyot kafedrasida ishlayapti. Bundan tashqari mana bizda hozir shogirdlarimizdan yana endi Gulnoza Sanakolovna mana bu yerda ishlayapti. Gistolog, katta o'qituvchi. Shu institut tashkil qilingan paytda kelgan. Uning turmush o'rtog'i ham Quvondiq pastda ishlayapti, Jumaniyazov. Bu ham tibbiyot, kimyo nimasi nomzodi. Ko'p yillardan beri kafedra mudiri bo'lib ishlab kelyapti. Gulnoza Sanakolovna ham ustoz Xorazmlik emas, Gulnoza Sanakolovna endi bu Quvondiq chiroyli Xorazmlik yigit bo'lgandan keyin shu yerda bular yaxshi ko'rishib endi kelin bo'lib kelganlar. Gulnoza Sanakolovna mana Alijanab ayol. Mana men ham studentlar bilan 1-sentyabrda yoki 1-o'quv jarayoni boshlanganda 1-kurs talabalariga men aytaman, bu gistologiyamizni onaxoni deb gapiraman-da. Juda ham bir ajoyib bilimli, ilmli ustoz ayol, ustoz darajasiga yetgan ayol. Hamisha qizlarga o'rnak qilasiz, unda Gulnoza Sanakolovna. Endi bu qizni, bu ayolimizni men nafaqat ilm-fan nimasida hurmat qilaman, buni inson sifatida ham hurmat qilaman va aytganingdek Firuzbek buni hamma buni nima qilib beraman. Misol qilib aytaman, o'xshasangizlar, mana shu qizga o'xshasangizlar. Domla, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Firuz Murodovich. Sizni ham bezovta qildik. Bemalol. Ozgina yoshlarimiz uchun bir kichkina layfhak aytib bering bizga. Tibbiyotga qiziquvchi yoshlar uchun mana gistologiyani ahamiyati. Siz mana necha yil bo'ldi ishlayapsiz, domla? 31 yil bo'ldi. 94-yil ishga kelganmiz. Mana bu yil xohlasa 31 yil to'yladi. Gistologiyadan. Gistologiya fanni. Tibbiyotdagi gistologiyaning ahamiyati nima kerak talabalarga gistologiya? Endi nafaqat gistologiya, tibbiyot uchun barcha fundamental fanlar, ya'ni anatomiya, gistologiya, fiziologiya, biokimyo ular o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki odam organizmini normal tuzilishini bilmasdan turib, uni patologiyasiga yo'l yo'q. Oddiygina mana oshqozon og'riq. Oshqozonning tarkibiy qismi, uni qanday hujayralardan iboratligini, to'qimasi qanday to'qimadan iborat ekanligini yoki bo'lmasam oshqozonni hayotimizda qanday ahamiyatga egaligini bilmay turib, qanday u tashxis qo'yishi mumkin, qanday u davolashi mumkin. Shuning uchun har bir mana shu tibbiyot oliy ta'lim muassasasiga kiruvchi talaba odam organizmini birinchi bo'lib normal tuzilishini, mikroskopik tuzilishini, makroskopik tuzilishini o'rganib, undan keyin unda bo'ladigan patologik o'zgarishlarni solishtirib va uni kelib chiqish jarayonlarini, ya'ni etiologiyasini, patogenezini, kasallikni, demak simptomatikasini o'rganib, undan keyin davolashga qadam qo'yadi. Domla, endi sizni eshitayotganlar sezishgan bo'lsa kerak, aksentingiz Xorazmchada emas. Shunday. Qayerliksiz? O'zim Navoiy viloyatidanman. Turmush o'rtog'im xorazmliklar. Mana shuncha yillar davomida turmush o'rtog'im bilan birgalikda mana shu muassasada ishlab kelamiz. O'sha talabalik paytingizda? Ha, talabalik davrida birgalikda o'qiganmiz, kursdosh biza, mana hayotimiz birgalikda, quvonchda, qayg'uda, hammasida teng yelkadosh bo'lib kelyapmiz. Farzandlarni birgalikda ulg'aytirdik, o'qitdik, o'qitib kelyapmiz. Xudoyim taolo yana ularni yo'llarini katta olimlarimiz qatori bersinlar, yaxshi mutaxassis bo'lib chiqsinlar. Talabalarga ham nima tilayman, yaxshilik tilayman, o'qisinlar. Yoshlik davri qaytmaydi. Qaytmaydi. Har bir daqiqa, har bir soniya oltinga teng. Endi bu kafedramizni hozirgi
nimasiga to'xtaydigan bo'lsak, mana bizni kafedramizda Nurjonov Bahodir mana bizni kafedramizga kelganiga ancha yillar bo'lib qoldi. Mana yaqinda nomzodlik dissertatsiyasini o'zi vaqt topshiryapmiz, seminardan o'tdi. Hozir ham mana Farg'onada, xudo xolasa yaqinda yoqlasa kerak. Qolaversa, Firuzbek, seni o'zing necha yillardan beri mana ishlab kelyapsan. Mana seni ham mana ishlaring hozir hammasi bo'ldi, materiallarni yig'ib olding. Endi xudo xolasa mesh kafedrani o'tsang, seminar o'tsang, bu xudo xolasa tez yoqlab olasan. Necha yillardan beri ishlayapsan, mana magistraturani o'qib kelding Toshkentda, maktab ko'rding. Undan keyin mana bizda yana yoshlar bor, hozir kelib ishlayotgan mana kafedramizda. Bu yoshlar ham men o'ylaymanki, o'sha o'tgan yigitlar, sizlarga o'xshagan va sizlardan kattaroq shogirdlarimizga o'xshab o'z kasbini yaxshi mutaxassisi bo'ladi va talabalarga keraklicha ilm beradi. Ustoz, bizada ko'pchilik savol beradi ko'chada menga. Bizada deydi Pokistonda, Hindistonlik odamlar, talabalar o'qir ekan. Ularni kim o'qitadi, o'sha Pokistonda kim o'qitishadimi deyishadi-da. Endi Firuzbek, to'g'ri aytyapsan. Bizda mana hozir chetdan kelayotgan talabalar anchagina bo'lib qoldi. Mana Turkmanistondan keldi bizlarga ancha talabalar, mana ularni boshda kelganlari mana o'sha yil ishdan o'tkazyapti. Bundan tashqari bizlarga Hindistondan juda ham ko'p talaba keldi. Bu yil mana ular ham birinchi bitkazish nimasi bo'ldi. Imtihonlari yaqinda. Pokistondan kelib o'qiyapti. Keyin Afg'onistondan bor. Bular mana o'qiyapti. Endi bularni kimlar o'qityapti? Bularni o'zimizni institutni bitkazgan, o'zimizda domla bo'lib ishlayotgan, ingliz tilini biladigan, bularni sertifikati bor, yana mana o'sha CFR deymiz yoki IELTS bor domlalarimiz o'qityapti. Mana shulardan Marjana, Askarovna, mana Sarvar bular o'qityapti, bemalol o'qityapti. Endi til bilgan baribir yaxshi-da. Mana shu bularni hammasini o'qityapti. Shunga loyiq oddiy assistentlardan ko'proq pul olyapti. O'sha o'zlarimizni bolalar, o'zlarimizni yoshlar o'qityapti. O'zimiznikilar o'qityapti. Hayron bo'lishadi. Ha, o'zlarimiznikilar o'qityapti. Men shuning uchun hozirgi yoshlarga aytaman, til o'rganish kerak. Til o'rgan, qancha ko'p til bilsangizlar, shuncha boy bo'lasizlar. Ustoz, yoshlarga tavsiyalar mavzusiga kiryapmiz endi. Shu o'rinda savol tug'iladi-da, hozirgi yoshlarni sinovi sal boshqacharoq. Sizlar paytingizda, ustoz o'qigan paytingizda kitob masalasi, masalan, o'zbekcha materiallar kam bo'lgan. Hozir mana internet chiqib, Google, ChatGPT yoki mana sun'iy intellekt chiqib, hamma material qo'llarida talabalarni va bularga qanaqa tavsiyalar bergan bo'ladingiz? Endi Firuzbek, yoshlarga solishtiradigan bo'lsak, bizni davrimizda bu daraja shart-sharoit yo'q edi. Masalan, hozir hamma narsa bor. Bu internet deysizmi, boshqa deysizmi, elektronik kitoblar boshqa. Endi buni avvalambor aytib o'tishimiz kerakki, bu shart-sharoitni yaratgan, bu darajaga hozir bizni o'sha oliygohimiz yoki oliygohlar darajasini shu darajaga yetkazgan bu muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichni eslaymiz hamma vaqt. Bu inson o'sha kecha kunduz yoshlar uchun mana ancha ishlarni qilib kelyaptilar. Juda ham ko'p ishlarni qilib kelyaptilar. O'sha bu tashkil qilingan maktablar maxsus, bundan tashqari prezident maktablari, sharoitlar, yoshlar juda ham ko'p. Mana yaqinda mana futbolda o'zingiz ko'rdingiz. Mana o'zlari qatnashib, boshqa qilib yoshlarimizni shu daraja qilib mana mukofotlab, boshqa qilib o'zlari yuribdilar. Shuning uchun bu narsa juda ham katta narsa bu. Juda ham katta narsa, juda ham katta narsa bu. Tarixiy voqea bo'ldi. Tarixiy voqea bu, hammani ham qo'ldan kelavermaydi bu narsa. Juda ham ko'p ish qilyaptilar. Yoshlar uchun hozir juda ham ko'p shart-sharoitlar ta'minlab berilgan va yo'llar ochilgan. Shuning uchun yoshlarimiz agarda shundan to'g'ri foydalansa, men o'ylaymanki, bu nafaqat bir yo'nalish, tibbiyot yo'nalishimiz, boshqa O'zbekistonimizni ertaga kelajagi yoshlarimiz deb turadilar. Bu
narsa o'zini hosilini judayam katta qilib beradi bersa ham keyinchalik. Ustoz, prezidentimiz o'sha renessans degan nutqida birinchi marta ishlatgan paytida hayron bo'lgandik, qanaqa bo'ladi ekan, bizda ham shunaqa chiqarmikin deb. Mana hozir ko'ryapmiz O'zbekistonning yutuqlarini, sportdagi yutuqlarini, ilmdagi yutuqlarini. Ustoz, mana olimpiada bo'yicha bir necha sohalarda juda katta islohotlar qilyaptilar. Yoshlarimizga imkoniyatlar beryaptilar. O'sha renessans haqida yoshlarimiz qilarmikin shuni? Berilmiylar, xorazmiylar. Prezidentimiz 3-renessans bizni O'zbekistonimizda bo'ladi deb e'lon qilganlarida men juda ham xursand bo'lib ketganman. Hammamiz ham xursand bo'lganmiz. Endi bu renessans o'sha ilm fanni rivojlangan cho'qqisiga yetgan davr deb aytiladi. Bu birinchi renessans bizni o'zimizning O'rta Osiyomizda bo'lgan. Olimlar bu birinchi Ma'mun akademiyasi bundan 1000 yil oldin bu yerdan chiqqan ilm fan nimalari, masalan Biruniylar, Ibn Sinalar, Al-Xorazmiylar, matematika yo'nalishida, tibbiyot yo'nalishida bizning O'rta Osiyo, shu jumladan O'zbekistonimizning ota-bobolarimizni qo'shgan nimasi juda ham katta. Juda ham katta. Shuning uchun prezidentimiz aytayaptilarki, 3-renessans ham bizni O'zbekistonimizda bo'lishi kerak. Shuning uchun yoshlarga yaratilib turgan shart-sharoit hozir o'zini hosilini berishga boshladi. Bu prezidentimiz sa'y-harakati bilan bo'lib turgan narsa. Endi men o'ylaymanki, bizni hozirgi yoshlarimiz ham bu sharoitlardan to'g'ri foydalanadi va to'g'ri foydalanib kelyapti va 3-renessans albatta bizda bo'ladi. Ustoz, yaqinda olimpiadani o'tkazdik, xalqaro olimpiada bizning institutda bo'ldi. Juda ajoyib bir tarzda o'tkazildi va shunda ko'rdikki, bizning talabalar ham ancha kuchli ekanda. Rus, Qozog'istondan kelishdi talabalar. Rossiyadan. Mana olimpiada bo'ldi, biz o'shanda endi o'zimizni talabalarimizni boshqa joydan kelgan, mana Qozog'iston, Qirg'izistondan keldi, Rossiyadan keldi, boshqa joylardan keldi. Shular bilan solishtirib ko'rdikda bizni farzandlarimizning bilimlari. Bizni farzandlarimizning bilimlari ulardan hech kam joyi yo'q. Hatto birinchi o'rinni ham bizni o'rinni aytaman-ku, ulardan kuchli bo'lsa kuchlidan kam joyi yo'q. Mana birinchi o'rinni oldi bizni talabalarimiz. Ulardan ham oldi. Endi biz juda ham xursand bo'ldik. Juda ham chiroyli o'tdi. Mana Rashid Yusufovich boshchiligida bu olimpiadani juda ham chiroyli o'tkazdik. Xudo xolasa men o'ylaymanki, bu nafaqat bizni o'zimizda boshqa joylarga borib, mana Rossiya boshqa joylarga borib, mana nufuzli o'rinlarni olib kelyaptilar. Sertifikatlardan ko'rsak bo'ladi ustoz. Bir necha o'rinlarni olib kelyaptilar. shogirdlaringiz mana Rossiya, o'rinlarni olib kelyapti. Qozog'iston, Qirg'izistonlarga borib, nufuzli o'rinlarni olib kelyaptilar. O'sha bu nufuzli o'rinlarning ko'pisi stomatologiya yo'nalishida bo'lyapti. Bu men o'ylaymanki, Akbar Quronboyev shogirdimizni sa'y-harakatlari bu yerda anchagina. Shuni endi o'sha yerda ta'kidlab o'tmasa bo'lmaydi-da.